Barcha jahon urushlarini Yevropa boshlagan. Lavrov. Rossiya Kiyevga zarba berishi oqibatida 4 kishi halok bo'ldi. Kiyevo-Pechorsk Lavrasida esa yong'in chiqdi. Hindistonda erkak qalban poklanish uchun 5 yildan beri tik turibdi. Rossiya Ukrainaga qarshi urushga har kuni qariyb $700 million sarflayapti. AQShda yirik aviahalokat, 10 dan ortiq qurbon bor. Putin o'z ismini tarixdagi eng dahshatli vahshiylar ro'yxatiga abadiy yozib qo'ydi. Putin va Tramp telefon orqali Ukrainadagi vaziyatni muhokama qildi. Endi esa batafsil. Ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroqqa yetib qoladimi? Umumiy holsizlik va energiya yetishmayaptimi? Tez-tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Unda ko'plab erkaklar tanlayotgan Vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Erkaklik quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi va eng yaxshi yangilik, hozir 30% chegirma. Vulkan faol va ishonchli hayot sari qadam. Rossiya Kiyevga zarba berishi oqibatida 4 kishi halok bo'ldi. Kiyevo-Pechorsk Lavrasida esa yong'in chiqdi. Xabarlarga ko'ra, yong'in Lavraning bosh ibodatxonasi, Uspenskiy cherkov tomini qamrab oldi va 800 kvadrat metr maydonni tashkil etdi. Ibodatxonada muqaddas qadimiy buyumlar va diniy marosim buyumlarini shoshilinch evakuatsiya qilish tashkillashtirildi. Shuningdek, Aleksandr Davjenko nomidagi milliy kinostudiya ham zarbaga uchradi. Liboslar sexi zarar ko'rgan. Ukrainaning eng katta va eng qadimiy liboslar kolleksiyasi vayron bo'ldi. Studiyada 100 mingga yaqin kostyum va 3 million dona kiyim-kechak bor edi, deya ma'lum qildi mamlakat madaniyati vaziri Tatyana Berejnaya. Hujum oqibatida Kiyevning barcha 10 ta tumanidagi turar joy binolari ham shikastlangan. 140 mingga yaqin aholi elektr ta'minotisiz qoldi. 4 kishi halok bo'ldi, 25 kishi jarohatlandi, deyiladi xabarda. AQShda yirik aviahalokat, 10 dan ortiq qurbon bor. 14-iyun kuni AQShning Missuri shtatida sodir bo'lgan aviahalokat oqibatida 11 nafar parashyutchi va 1 nafar uchuvchi halok bo'ldi. Bu haqda Fox News xabar qilgan. AQSh Federal aviatsiya boshqarmasi bayonotiga ko'ra, PAP-750 samolyoti Missuri shtatidagi Balter Memorial aeroportidan uchish vaqtida halokatga uchragan. Hodisa sodir bo'lgan vaqtda havo harakatini boshqarish xizmati ko'rsatilmayotgan bo'lgan. Bates okrugi favqulodda vaziyatlar boshqarmasining ma'lum qilishicha, xususiy samolyot havoga ko'tarilgandan ko'p o'tmay, noma'lum sabablarga ko'ra ortga qayrilgan va aeroport yaqiniga qulagan. Qulaganidan so'ng samolyot to'liq olov ichida qolgan. Biroq favqulodda xizmatlar xodimlari yong'inni tez fursatda o'chirishga muvaffaq bo'lgan. Samolyotda dvigatel bilan bog'liq muammolar yuzaga kelganligi yoki quvvat yo'qotilganligi taxmin qilinmoqda. Hindistonda erkak qalban poklanish uchun 5 yildan beri tik turibdi. Hindistonlik Davlat Giriji Maharaj ismli erkak Shiva ma'budiga bag'ishlangan qadimiy Khada Tapasya ruhiy amaliyotiga rivoya qilgan holda 5 yildan buyon bir joyda tinimsiz tik turibdi. Bu haqda Taza TV xabar qildi. Qasamga ko'ra, erkak ketma-ket 12 yil davomida tik turgan holatda vaqt o'tkazish kerak. Hinduiylik an'anasiga ko'ra, bunday qat'iy tark dunyochilik ruhiy kuch-quvvatga ega bo'lishga va ma'budga yaqinlashishga yordam beradi deb ishoniladi. Maharaj ushbu amaliyotni boshlaganidan beri hech ham o'tirmaydi va oyoqlarini yozmaydi. Hatto uxlashni ham tik turgan holda amalga oshiradi. Bunda unga muvozanatni saqlashga va yiqilib tushmaslikka maxsus tirga konstruksiya yordam beradi. Ko'p yillik og'irlik uning sog'ligiga jiddiy ta'sir ko'rsatgan. Uning oyoqlari qattiq shishib qorayib ketgan. Qon aylanishi esa sezilarli darajada yomonlashgan. Shunga qaramay erkak o'z qasamiga sodiq qolishda davom etmoqda. Maharajning ahvolini mahalliy ibodatxona qoshidagi ko'ngillilar nazorat qilib bormoqda. Ular muntazam ravishda uning oyoqlariga shifobaxsh malhamlar surtib, zarur parvarishni amalga oshirmoqda. Ushbu ruhiy amaliyot yakunlanishi uchun erkak yana 7 yil tik turishi kerak bo'ladi. Putin o'z ismini tarixdagi eng dahshatli vahshiylar ro'yxatiga abadiy yozib qo'ydi. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi rahbari Rossiyaning Kiyevo-Pechorsk Lavrasiga bergan zarbasini vahshiylik deb atadi. Xristianlikning eng buyuk muqaddas qadamjonlaridan biri. Kiyevo-Pechorsk Lavrasiga zarba berish orqali Putin o'z ismini tarixdagi eng dahshatli vahshiylar ro'yxatiga abadiy yozib qo'ydi, deb yozadi Andrey Sbiga o'zining X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. U Kiyevo-Pechorsk Lavrasi alohida muhofaza ostida bo'lgan UNESCO Butunjahon merosining noyob obyekti ekanligini eslatib o'tdi. Biz UNESCO va boshqa barcha xalqaro mexanizmlar doirasida tegishli tartiblarni zudlik bilan boshlaymiz va ushbu davlat vahshiyligiga nisbatan kechiktirib bo'lmaydigan hamda munosib javob choralari ko'rilishini talab qilamiz.
Biz xalqaro institutlar va poytaxtlardan qat'iy munosabat kutamiz. Hech qanday noaniq so'zlar, sukut saqlash yoki zaif qadamlar bo'lishi kerak emas. Rossiya vahshiyligini to'xtatish uchun bizga hozir harakatlar kerak. Rossiya Ukrainaga qarshi urushga har kuni qariyb $700 million sarflayapti. Bu haqda Germaniyaning Xalqaro xavfsizlik muammolari instituti ilmiy xodimi Yanis Kluge tomonidan olib borilgan tadqiqot xulosasida so'z boradi. 2026-yilning birinchi choragida Rossiyaning harbiy xarajatlari 5 trillion 908 milliard rublga yetgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 29.9% ga, 2024-yilning birinchi choragiga nisbatan esa 68.7% ga ko'pdir. 2023-yil bilan solishtirganda harbiy xarajatlar 129% ga oshgan. 2022-yil boshidagi ko'rsatkichga nisbatan esa farq yanada kattaroq, 4.6 barobar. Qayd etilishicha, Rossiya byudjetida harbiy xarajatlar ulushi rekord darajada o'sib, ilk bor 46% ga yetgan. Kluge shundan kelib chiqib, har ikkinchi rubl Ukrainaga qarshi urushni moliyalashtirish uchun sarflanayotganini, bu soatiga taxminan $30 million dan to'g'ri kelayotganini ta'kidlagan. Harbiy xarajatlarning asosiy o'sishi Rossiya byudjetining yopiq yoki maxfiy bandlari hisobiga to'g'ri kelgan. Chorak yakuniga ko'ra maxfiy xarajatlar hajmi 3.4 trillion rubldan 4.9 trillion rublgacha oshgan. Tahlilchining fikricha, 2026-yil yakuniga borib, Rossiyaning harbiy xarajatlari mamlakat yalpi ichki mahsulotining 9-10% gacha chiqishi mumkin. Bu esa byudjet taqchilligini oshiradi. Putin va Tramp telefon orqali Ukrainadagi vaziyatni muhokama qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot chog'ida Ukrainadagi harbiy harakatlarni to'xtatish zarurligini ta'kidlab, tinchlikka erishish uchun Kiyev va Yevropa davlatlariga ta'sir o'tkazishga tayyorligini bildirdi. Bu haqda Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakov ma'lum qildi. Tramp yana bir bor harbiy harakatlarni to'xtatish zarurligiga urg'u berdi. U Yevropadagi hamkorlar va Kiyevga, jumladan yaqinlashib kelayotgan G7 sammiti doirasidagi muloqotlar chog'ida ham ta'sir o'tkazishga tayyorligini aytdi, dedi Putinning yordamchisi. Ushakovning so'zlariga ko'ra, Putin suhbat davomida agar Ukraina prezidenti Zelenskiy uchrashuv o'tkazishni istasa, uni Moskvada kutishga tayyorligini bildirgan. Biroq Zelenskiy o'tgan yili Rossiya poytaxtiga borish variantini rad etgan edi. U shuningdek, AQSh prezidentining maxsus vakili Steve Witkoff hamda Trampning kuyovi Jared Kushnerning yaqin kunlarda Rossiyaga tashrif buyurishini ma'lum qildi. Biroq tashrif tafsilotlari oshkor etilmadi. Barcha jahon urushlarini Yevropa boshlagan. Lavrov. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov navbatdagi bayonoti bilan xalqaro maydonda katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Uning ta'kidlashicha, insoniyat tarixidagi yirik jahon urushlarining boshlanishiga asosiy rol Yevropa davlatlariga tegishli bo'lgan. Lavrov shuningdek Germaniyani Ukrainadagi ayrim millatchi guruhlar namoyon etayotgan natsist ramzlari va harakatlariga yetarlicha baho bermayotganlikda tanqid qildi. Vazir Rossiyaning urushda yutqazayotgani haqidagi fikrlarni xayoliy qarash deb atab, mamlakat hech qanday ultimatumlarga bo'ysunish niyatida emasligini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, urush davom etmoqda va adolat qaror topishi uchun barcha choralar ko'riladi. Shu bilan birga Lavrov hozirgi shakldagi Yevropa tuzilmalari samarali yechim taklif qila olishiga ishonmasligini ham ochiq aytdi. Ushbu bayonotlar xalqaro jamoatchilik orasida turli munosabatlarga sabab bo'lmoqda.